Shunaqa emlatda bo'ladimi? Oğlum, Nerede? oyingni operatsiyasi uchun to'lov to'lash kerak ekan 5 million bolam. To'laymiz ada. Ada arendaga yig'ib qo'yganim bitta 500. Shuni maydalab to'lov qilib turavering. Hozir yana ishga chiqaman. Dori-darmonlarga ham Xudo yetkazib qolar. Sir bo'lmasa bir kunda qancha ishlab topasiz? O'rtacha 400 ming 500 ming topaman bir kunda. Men sizga 5 million beraman. Bir kuningizni menga ajrata olasizmi? Shunda men nima qilishim kerak bo'ladi? O'rtoqlarimiz bilan dachaga chiqmoqchi edik. O'rtoqlarim oldida yigitim rolini o'ynab berasiz. Mayli-ku. Qanaqa darajada o'ynab berishim kerak siz uchun rolni? Shunchaki siz bilan birga borib kelsam bo'ldimi yoki jiddiyroq o'ynash kerakmi? Hammani ishontirishingiz kerak. Uzr so'rayman. Men bu ish qila olmayman. Shunaqa emlatda bo'ladimi? Assalomu alaykum aka. Esimda aka, esimda. Aka, muammolar juda ham ko'payib ketdi-da. Oyni operatsiya qildirdik. Hop. Harakat qilaman aka. Yetkazaman bu safar aka. Tushundim. Bunchalik. Hop aka. Brat, qalaysiz? Tuzumsiz. Assalomu alaykum. Ishlab-otdimi? Charchab qolmayapsizmi? Qalay taksilar? Bo'lib turibdimi? Endi aka, nolish yo'q, Xudoga shukr. Nasibiga yarasha bo'lib turibdi. Og'ayni, agar xohlasangiz bitta zo'r ish bor. O'rganib olsangiz, daromad chotki topsangiz bo'ladi. Nima masalan aka? Onlayn o'yinlar bor. Arzimagan pul tikasiz katta daromad ko'tarishingiz mumkin. Endi aka siz aytayotgan narsa qimor-ku. Hozir to'g'ri, juda ham pulga muhtojman-ku. Lekin to'g'risini aytsam, unaqa ish qila olmayman aka. Xudo halolidan yetkazib qoladi, Xudo xolasa. Mayli og'ayni, o'zingiz bilasiz lekin. Ey Allohim, o'zing najot bergin. Bersang ish qilib faqat halolidan ber Allohim. Ukam, qalaysan tutsan? Beshog'ochga qayda? O'zi vafshi ichmayman, borib bugun bolli vafshi qo'yardi, qo'yishmadi, borib og'aynim farzandli bo'pti, o'shani yuydik. Bo'pti. Net. Shukr. Qolib ketibdi-yu. Ama alkash qolib ketgan bo'lsa kerak. Tavba. Shuncha pul-ku. Yo Allohim, bugun qanaqa kun bo'ldi? Maqsadga. O'zi alkash. O'zi mana bunaqa yomon ishlarga yuribdi. Ahmoqlik qilib tashlab ketgan. Hamma muammolarni hal qilib ketadi-ya. Cho'qlar. Maqsad ekan. Ey Xudoyim. Alkash qilib bersammikin qaytarib. To'xta. Olib ketib olsang ham bo'lardi-yu buni, to'g'rimi? Endi birovni haqida yo'q aka. Mana buni olib qo'y. Aka, Mana buni olib qo'y. Haddushi olib ketib olsang ham bo'lardi. Sen halol bo'lagansan, menga yoqib qolding. Mana shuni ol, bu narsangga rasxotingga ishlatasan. Rahmat aka. Kir choy poy qilamiz.
Rahmat aka. Rozi bo'ling. Rahmat ukam. Rahmat. Yo Allohim. Shu rizqimni, halol rizqimni harom qilib olib qo'yishim mumkin edi-ya. O'zingga shukr Allohim. Shuncha sinaganingga yarasha ortig'i bilan berding-a. O'zingga shukr Robbim.